Siz ozyapsiz, lekin qorin ketmayaptimi? Bu oddiy holat emas. Bu insulin rezistentlik belgisi bo'lishi mumkin. Amaliyotimda eng ko'p uchraydigan muammolardan biri aynan shu holat. Ya'ni hech qanday sababsiz qorin kattalashib boradi. Ko'pchilik parhez qiladi, sport qiladi, lekin natija yo'q. Nega? Chunki muammo faqat yog'da emas, muammo ichkaridan, gormonlardan boshlanadi. Insulin bu oshqozon osti bezi ishlab chiqaradigan gormon. Uning vazifasi shakarni hujayralarga kiritib energiyaga aylantirish. Lekin agar hujayralar insulinni qabul qilmasa, go'yoki ishi yopilgandek bo'ladi. Shakar qonda qoladi, insulin esa ko'payib ketadi. Bu holat insulin rezistentlik. Shunday nima bo'ladi? Siz ozishga harakat qilasiz. Yuzingiz ozadi, oyoqlaringiz ozadi, lekin qorin qoladi. Chunki organizmini zaxira sifatida saqlaydi. Shuning uchun faqat qorinni yo'qotishga urinish xato. Muammoga kompleks yondashish kerak. Eng birinchi qadam insulin rezistentlikni tushunish va bartaraf etish. Aks holda qon bosimi oshadi, yurak-qon tomiri muammolari paydo bo'ladi, vazn ortib boradi, shishlar kuzatiladi. Sog'lig'ingizni tushunishni xohlaysizmi? Telegram deb yozing. Men sizga batafsil tushuntirib beraman.